eng kuchlilar o'rtasida, professional erkaklar o'rtasidagi jang boshlanish arafasida ular 50 marta sakrog'ich, 8 marta quti ustidan toshni ko'targan holatda o'tish, 10 raunddan bajarishlari kerak, ularga esa 15 daqiqa vaqt beriladi. Hammasini yutib tashardim. Pikimdan chiqib ketganimda o'sha yerda yiqilib tushdim. Tezlik, portlovchi kuch, chaqqonlik, epchilik hammasi talab qilinadi. Bunday paytda gapirishga ham hol bo'lmaydi. Biz ularga omad tilab qolamiz. Для Sport TV, da? Maxsus sport telekanali uchun. Yangi yutuqlarni olib, olg'a qolgan bolalarga ham omad. Hurmatli do'stlar, demak poytaxtimiz Toshkent CrossFit bo'yicha yana bir katta xalqaro turnirga mezbonlik qildi. Ko'rib turibsiz, turnir juda ham ajoyib o'tdi. Biz barcha ishtirokchilarni, turnir g'oliblarini, sovrindorlarini chin yurakdan muborakbod etamiz. Sportda bo'ling, sport bilan shug'ullaning. Hozircha xayr.